Universitetda o'qiganimizda faqatgina nazariy o'rgatishar edi. Bu yerda lekin amaliy ko'p shug'ullandik. Amaliyot bo'yicha ko'p o'rgatildi bizga. O'zi asosan universitetda o'qigandan ham afzal bu yerga kelib kurs tamomlab ish qidirib ish topsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Men adım Otaboyev Javohir, 22 yoshdaman. Men bu kasb tanlayman asosiy sabab men o'zim shu yo'nalishda 4-kurs talabasi bo'lib o'qiyman va kelajakda yana shu kasbda ishlamoqchiman. Men kursga kelishimdan oldin faqat kompyuterda ishlashni bilar edim. Kursga kelgandan keyin ofis dasturlarida ishlashni, Word, Excel'da, Adonis'da ishlashni yaxshi o'rgandim. Men hozir asosiy ish faoliyatim kursni bitirgandan keyin Xorazm viloyati yo'l loyiha boshqarmasini buxgalteriya bo'limida yordamchi buxgalter bo'lib ishlayman. Undan tashqari yana 2 dona xususiy firmalardan buxgalteriyasini yuritaman. Birinchi daromadimiz ishimizga qarab boshda 1 million, undan ozroq bo'ladi edi. Hozirgi kunda 4 millionga undan yuqori darajaga chiqdik. Hozirgi kunda ish jarayonida ko'pincha biz Uzaspo, Soliq.uz, Didox saytlarida ko'p ishlaymiz. Adonis'dan ishlarimizni olib boramiz. Kurs davomida asosiy biza Adonis hamda turli xil onlayn saytlarda ishlashni yaxshi o'rgandik. Oxirgi xulosam qo'shimcha fikrlarimni aytadigan bo'lsam, Data ta'lim stansiyasiga kelib o'qishlaringizni tavsiya beraman. Albatta natijaga erishib, yaxshi daromad bilan shug'ullanishingiz mumkin. Sizlarga tavsiyam shu.